15 kuba bir sutkada yolg'on. 15 kuba gaz 15 litr propan degani bir oyda har kuni 12 soatda 15 litr propan bu bir oyda 450 litr 6,5 mingdan barobar 2,925,000 so'm. Nima kerak? Kotyol. Лучше газовый импортный котел или электрический котел ham shu pul bo'ladi-yu. Bir oylik расходi. Odamlarni aldamanglar. Bir oyga uyimda 3 millionda qishda pul ketdi. Elektrический котел, boiler, lampochka va hokazo. Nima kerak? Sani katyoling deb yozibdilar, okajonim. Oka, mani auditoriyam biladi. Eng yomon ko'rganim yolg'on gapirish. Xohlasangiz kelsangiz tekshirib ko'ramiz, sinovdan o'tkazamiz. Katyolni o'rnatilgan joyi ham bor. Tekshiramiz gazlarni, o'zingiz guvohi bo'lasiz. 15 kubidan oshu gaz yesa, men sizga bitta katyolni tekinga badarga qilaman. Lekin bizda elektrический katyol ham bor. Elektrический katyol kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Men sizni hisob-kitob qilishingizga 5 ketdim, faqat bitta narsada adashdingiz. 12 soat deb yozgansiz, oke, 12 soat emas, 24 soat bo'ladi, okajonim. Ko'pchilik gazni ekonom qilaman deb katyolni o'chirib qo'yadi-da, kechasi yoqadi, kunduz kuni katyolni o'chirib qo'yadi. Bunaqa qilish xato. Mashinadan qiyos oladigan bo'lsangiz, svetoforda qizilda to'xtaganingizdan keyin eng ko'p rasxodni qo'zg'alayotganda qiladi benzinda. Bilasiz, shuning uchun u katyolni o'chirib, yana boshqa talab qiziguncha ancha kaloriya yo'qotadi. Undan ko'rasi gazni постоянно yoqib qo'ysangiz, ana shu sizga ancha ekonom qilib beradi.